Aristonni to'g'ri ulash. Har doim ariston mana shunday ulanishi shart. Ya'ni, yaxtak suv chiqdi. Bunga bitta kran avariyniy, undan keyin klapan avariyniy klapan qachonki suv qaynab ketsa yoki davleniya oshib ketsa, ariston yorilmasligi uchun, ishdan chiqmasligi uchun mana shu yerdan suv chiqarib yuboriladi. Undan keyin qo'shimcha kran qo'yilishi kerak. Qachonki siz aristonni ichini tozalamoqchi bo'lsangiz, mana shu yerdan ochib, aristonni suvini bo'shatib, bemalol amerikankalar bilan yechib olsangiz bo'ladi. Issiq suv chiqishi ham xuddi shunday. Обязательно bitta avariyniy kran qo'yilishi kerak. Keyin bu yerga ham bitta kran qo'yasiz, chunki buni suvini bo'shatayotganda, mana issiq suvini ochsangiz, bu yerdan havo tortadi, bu yerdan to'liq suv oqib chiqib ketadi. Turbadan hech qachon rakvinani ochganingizda havo tortib, bu yerda to'liq suvini chiqarishga qo'ymaydi. Shu sabab issiq suvga bitta kran, yaxtak suvga bitta kran doim bo'lishi kerak. Chunki issiq suvni turbasi bilamiz, mana yaxtak suvdagi mana bu yerda tugasa, issiq suvdagi eng yuqorisida tugaydi. Shu sabab issiq suvni kranni ochganimizda bu yerdan havo tortadi, yaxtak suvdan to'liq suv chiqib ketib, aristonni bo'shatib, tentini yechib, ichini tozalab, obslujivать qilsak bo'ladi. Har doim mana shunday ulanadi. Bundan boshqasi xato.